Tungi bedorlar. Qo'g'irchoq. 13-oxirgi qism. Muallif Azamat Xorjovov. Militsiyaga eshik ochmay, allambalo deb so'kinyapti. Taksi tutib, Safaraning kvartirasi joylashgan ko'p qavatli uylarga yetib bordim. 4 qavatli uyga eltuvchi tor asfalt yo'lda qizil tayoqchasini ko'targan xodim yo'lni to'sdi. Mashinadan tushib, kvartira tomon yugurdim. Qornimda og'riq to'lg'onib, to'satdan lohas bo'ldim. Qayd qilib yuborayozdim. Biroq ko'z oldimdagi manzara meni olg'a undardi. Qizil tayoqli xodimdan sal narida bir guruh militsiya xodimi, ularning xizmat mashinalari, o't o'chiruvchilar, favqulodda vaziyatlar xizmat mashinasi. Mana, tez yordam ham shay turibdi. Safara o'ziga o't qo'ysa, ossa, tomirini kessa, o'lishga ulgurmasligini tushundim. Uni xodimlar eshik ortida chalg'itib turishganida boshqalari 3-qavat derazasidan kirish payida halak edilar. "Ey, bu yoqqa mumkin emas!" xitob qildi kimdir menga. Shu payt oyna jaranglab sindi. Qopga o'xshash qora buyum deraza labidan ag'darilib, devor yoqalab shuvillab pastga endi. Og'ir ekan, havoda sekin aylandi va birinchi qavatning turtib chiqqan ayvon tomiga urilib, to'nikani taraqlatib yubordi. Odamlar qop sari chopishdi. Ko'nglim shunaqa aynidiki, gavdamni tutolmay yo'l chetiga o'tirib qoldim. Bu Chingiz aka urganida Safar yiqilib tushgan ariq labi edi. Hushimga kelib, hamshiradan Safarani so'radim. Savolimni javobsiz qoldirdi. Ertasiga aytdi. 3-qavatdan tushgan qop Safara ekan. U o'lmadi, lekin oradan 70 kun o'tib o'zini osdi va shu tariqa darbadorona kechgan umriga nuqta qo'ydi. O'z joniga qasd qilishning gunoh ekanini ko'p marta eshitgan qiz hayotiga o'z qo'li bilan xotima yasadi. Ko'ziga o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmay qolganda sho'rlikning xonanda bo'lolmagani, Chingiz akaning o'limidan so'ng bir necha yil panjara ortida yashashga mahkumligi nahotki shunday yo'l tutishga undagan bo'lsa. 3-qavatdan tashladi, o'lmadi. 2-urinishda esa umuman olganda u mashhurlikka erishish uchun tanlagan yo'li ham gunohli so'qmoq ekanini boshidanoq bilgan edi. Pok qalb, pok vujud va pok so'z bilan emas, zino kalamushlari bijig'ib yotgan yer osti yo'lidan yaltiroq qasr sari ildamladi. Oqibatda baribir hech nimaga erisha olmadi. Erisha olmasdi ham. Safara shou biznesning oddiy vakilasi ham bo'la olmadi. Matbuot tugul, internet saytlari, hattoki eng qaynoq sarboz.com uning ayanchli qismati haqida bir so'z yozmadi. Tirikligida ko'rmagan orzu-havas o'lgandan keyin ham ushalmadi. Voqeadan mutaassir bo'lib, shou biznes vakili yulduz, mega yulduz kabi tushunchalarni anglagandek bo'ldim. Ayrimlar yulduzman deb o'ylaydi, ammo u hali shou biznes vakili darajasiga yetgandi xolos. Darvoqe, Chingiz aka adashgan kechalarning birida shunday degan edi. Bizda san'atkorlar ham, yulduzlar ham xalqning ko'ziga ko'pdek ko'rinadi. Bo'ladigan gapni aytganda, haqiqiy san'atkorlar, haqiqiy yulduzlar sanoqli, juda sanoqli. Yulduz bu butun xalqqa mashhur san'atkor. Uning ism-familiyasini, tashqi ko'rinishini, ovozini hamma taniydi. Shaxsiy hayotiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'lgan odamlarni topish amri mahol. Telefonda bog'lanishning-ku hech ham iloji yo'q. Bizda esa televizorda bir xonandani ko'rsang, to'yga aytishim kerak degan bahonada undan bundan raqamlarni topib, hali qo'shig'i efirda uchmasdan turib, shaxsan gaplashishing mumkin. Shu yulduzmi? Haqiqiy yulduzning sotkasi bo'lmaydi. U bilan yuzma-yuz o'tirib xizmat haqqini savdolashning ham iloji yo'q. Intervyu olish ham oson emas. Ayrim artistlarimiz-chi, reytingini ko'tarish uchun tahririyatlarga o'zlari kelishadi. Mendan intervyu olinglar deb muxbirlarga taklif etishadi. Tavba. Yana ular o'zlarini yulduz sanashiga o'ylaymi? Ayrim muxbirlar unaqa san'atkorning oldiga borib o'tirmaydi. Yo telefon orqali intervyu olib qo'ya qoladi, yo tahririyatga chaqiradi. Bir og'iz keling deydi, san'atkor yetib keladi. Mana senga yulduz. Ko'ryapsan-ku, to'ylarda mana degan yulduzlarimiz to'y egasi bilan pul talashishadi. Xalq ham qiziqda.
Yulduz bo'lsa, nega osmondan tushib pul talashyapti demaydi. Amerika, Yevropa yulduzlarini telefonda axtarib topish aqlga sig'maydigan hodisa. O'yla, bir muxlis matbuotdagi tanish orqali Lady Gaganing raqamlarini topdi. Men muxlisingizman, kechagi klipingiz zo'r chiqibdi, dedi. Lady Gaga ham xursand. Vah, menga muxlislarim qo'ng'iroq qilishdi, klipimni maqtashdi deb. Aytganday, bir kun kelib sen ham yulduz bo'ldim degan xayolda sotka tutmay, intervyu berishga o'zingcha nozlanib, xorij yulduzlariga taqlid qilib yurmagin. Bunaqa soxta yulduz bo'laman deb bor reytingingdan ham, to'ylaringdan ham ayrilib qolma, tushundingmi? Dilijon, Mahliyo, ulardan tashqari bir ikkita erkak artistlar bir vaqtlar shunday qilishardi. Ularni topish yo'qda tursin, telefonda shaxsan gaplashishning ham ilojini qilish oson emasdi. Nuqul o'rniga admini yoki prodyuseri gapirardi. Kulgili tomoni, o'zini mega yulduz sanab, uncha-muncha gazetaga intervyu bermaydigan o'sha oliftalar vaqt soati kelib o'zlari muxbirlarga povod berishdi. Yulduzmisan? Meteoritmisan? Bir xilda axir. Chingiz aka haq edi. Pul qoplab ishlanadigan makonda odam odamga bo'ri. Saytga kirib, Sazoning qora ko'ylak, qizil bo'yin bog'da jilmayib tushgan suratini ko'rdim. Quyidagi satrlarni o'qidim. Yosh va kelishgan shoirimiz Sazoyi, ya'ni esingdami oy ostida, yuragingni soat yorim, kecha nima bo'ldi yaxshi qiz, esing, esimda kabi hit qo'shiqlarning muallifi uylanish iskanjasida. Qizlar kuyib qoldi. O'zini osadiganlarga kim ip beradi? Lekin xushxabar ham bor. Sazorak ekan. Tez orada o'ylarmish. Shuning uchun otasi tezroq uylantirib, hech bo'lmaganda undan bir kelinchak esdalik qolsin deyapti. Matn internetdan tahrirsiz ko'chirildi. Kompyuterimni o'chirdim. Miyamga muhrlangan Sazo suratdagi kabi sochini David Beckhamnikidek qotirgan. Hamon jilmayib, aniqrog'i tirjayib turardi. Bunday toifadagi shoirlar tanazzulga yuz tutgan she'riyat va baxtqarolik isi anqiyotgan shou biznes oldida ham bemalol tirjay oladilar. Axir, ular tirikchilik uchun shunga o'rgatilganda. Yangi homiyning taklifi. Safari hali o'lmagan kunlari men ham shifoxonada edim. Bir kundan so'ng abort qilishlari kerak edi. Enaga bolamni yig'latgancha ko'tarib to'ppa to'sindan palataga kirib keldi. Tinchlikmi? Dedim qo'rqib. Nima qildi unga? Hech nima. Sal-pal yo'talyapti xolos. Nega bunday yuribsiz? Xullas men ketyapman. Xullas ketyapsiz? Tushunmadim, qayoqqa? Bir dugonam boylarning uyidan ish surishtirib yurgandi. Birdan ikkita ayolni ishga oladigan joy chiqib qolibdi. Bormasam bo'lmaydi. Enaganlik qiyin ish ekan. Menga xizmatkorlik ma'qul, Zarnigor. Shuni oldinroq aytsangiz bo'lmasmidi? Fig'onim falakka urildi. Pensiyaga chiquncha ishlayman degan kim edi, opa? Uzr so'rayapman-ku. Qachon so'radingiz? Odam ham shu darajada bo'ladimi? Mayli, ketsangiz ketavering. Faqat o'rningizga enaga topgunimcha sabr qilasiz. Keyin yalinsangiz ham ishga olmayman. U agar bugundan kechiksa, o'rniga boshqa xotin qabul qilinishini aytib, oyoq tirab turib oldi. Ikkimiz palatani boshimizga ko'tarib, adibada aytishdik. Hamshiralar o'rtaga tushdi. Asila burnini suvi oqib, yana quv-quv yo'tala boshlaganida, enaga uni va uy kalitini hamshiraga tutqizdi-da, tashladi, ketdi. Ertangi operatsiyani unutib, uyga oyog'imni sudrab qaytdim. Bor yo'q $200 pulim qolgan edi. Bunday ahvolda Uchtepaga pullarimni undirish uchun kundoshim bilan jang qilgani bora olmasdim. Qizimni quchib, ho'ng-ho'ng yig'ladim. Asilaga kim qaraydi-yu, kim mening boshimda o'tirib, bir qoshiq issiq ovqat tutadi? Nahotki taslim bo'lib, qishloqdan yordam so'rasam, onam va opalarim kelishsa, bunday yurishimga qo'yadimi? Mehr ko'rmay o'sayotgan Asila, ayovsiz kaltaklangan men, bola orttirib, tug' ostida yotish. Baxtimga qo'shnilar bor edi. Barmog'imdagi tilla uzukni yechib, birinchi qavatdagi nochorgina oila sohibasiga berdim. Shifoxonada ko'pi bilan 3 kun yotishimni aytdim. Katta-katta to'ylardan takliflar tushayotganini, pulim ko'paygach supermarket ochmoqchiligimni, qo'shnilarni oilaviy yoppasiga ishga olmoqchiligimni cho'pchak qildim. Gapimga ishonmay desa,
Oynai jahonda klipim namoyish etilyapti. Ishonay desa, na mashinam, na uyim bor. Hatto xizmat haqiga pul topolmay uzuk berib turgan joyim. Ikkilana rozi bo'ldi, biroq enagalik qilish nasib etmadi. Endigina uyga qaytib, go'dakkinamga xinaktil ichirayotgandim. Eshik qo'ng'irog'i chalinib, uzib chalishi Chingiz akani eslatdi. Kim u? Dedim yuragim duk urib. Men, ovoz berdi notanish ayol. Oching. Kimsiz? Chingiz akangiz o'lmagan ekan, xushxabar olib keldim. Nima? Voy, qulog'ingiz yaxshi eshitmadi shekilli. Chingiz akangiz o'lmagan ekan, nega hayron bo'lasiz? Janozasiga bormagansiz-ku. O'ligini ko'rmagansiz. Ishonmayapsizmi? Eshikni qiya ochib, podyezdga mo'raladim. Qop-qora sochlari g'arvaygan, ko'zlari chaqchaygan, baqbaqasi osilgan va shu osilgan baqbaqasida bir enlik tilla zanjir yaraqlagan 40 yoshlardagi basavlat xotin zo'rma-zo'rak iljaydi. So'l tomonda zinadan chiqishda qo'yib qo'ygandek unga o'xshash, ammo nigohida mehr, achinish, ayollik tuyg'ulari balqib turgan ikkinchi ayolni ham ko'rdim. Zarnigormisan? Chaqchaygan ko'z menga qo'lini niqtagan edi, barmoqlaridan qo'sha uzuklar tovlandi. Voy, zanjirini tushirib, bemalol ochsangiz-chi, suyunchi beradigan odamni poylashini. Kimsiz? Tushunmadim gapingizga. Xotin karmonidan shosha-pisha hujjat olib, bir zum ochib yopib ko'rsatdi. Shahar qabristonlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosariman. Eshik zanjirini tushirganimdan so'ng u hujjatini shoshilmasdan karmoniga soldi. Zinada turgan shergiga ko'z qirini tashlab, buni suyuq oyoq desam, g'irt ovsar ekan-ku, dedi va tomog'imdan bo'g'ib uyga bostirib kirdi. Tamara, o'ldirib qo'yasan. Egizak xotin xalloslagancha bizni ajratishga urindi. Militsiyaga yozib beradi. Bosqinchilik bo'yicha statsiya olasan, shu kerakmi senga? Bular erimning boshiga yetishdi. Endi uyimda bemalol yashab, buzuqchilikni davom ettirmoqchilar. Ko'ziga ko'rsatib qo'yaman buni. U kundoshim edi. Safariga qarshilik qilgandim, lekin bahaybat xotinga qo'limni ham ko'tara olmadim. Qo'shnilar eshitmasligi uchun ular eshikni yopib, meni sud qila boshlashdi. Asilaning yig'lashiga-da parvo qilishmadi dog'ulilar. Singlim bo'g'ib o'ldirib qo'yishi mumkin edi, dedi egizak Tamarani mendan nari haydab. Yosh bolang haqqi, joningga oro kirdim. Senga maslahatim, narsalaringni ol-da, tezroq chiqib ket. Tamara, u yaxshi gapga tushunmaydi. To'ylarda-yu turli erkaklar qo'lida beti qotib ketgan, deya hamla qilmoqchi edi, opasi qattiq koyib tashladi. Eringning boshini aylantirgan bo'lsa, o'zingda ham aybing bor-da. Chingiz akaning o'lganini, janjaldan foyda yo'qligini, hoziroq orani ochiq qilib, meni uydan chiqarib yuborish kerakligini dona qilib tushuntirdi. Tamara esa og'zidan bodi kirib, shodi chiqib, qarg'ish-shuv haqoratlarni tindirmasdi. Chingiz akaga avvaldan o'zidaqa ayollar yoqqan emish. Qiltiriq yoki u yerdan bu yerdan kelib qolgan qalang'i qasang'i beetak qizlar va juvonlarga har zamonda adashib ilakishib qolarmish-u, ko'p o'tmay o'z qozig'ini toparmish. Bu gal o'limga yuz tutgani, o'rtada farzand dunyoga kelishi kutilayotgani fig'onini falakka chiqaribdi. Boz ustiga uy-joy, pul-mul undirish niyatim haqida ham qayg'urdandir xabar topibdi. Narsalaringni oldi, singiljon. Ko'z oldimda, uydan chiqib ket, dedi opasi. Tamara usta topib keladi, qulfni almashtiradi. Faqat ashqol-dashqolni emas, bolasini ham olib ketsin, chiyilladi Tamara. Buncha asabiylashma, o'rnidan turdi opasi. Yalinsang ham bolasini senga tashlab ketmaydi. Jamshid aytdi-ku, qizchasi avvalgi yeridan bo'lgan. Chingizning zurriyoti hali tug'ilmagan. Tug'ilmaydi ham, chunki yaqinda abort qildiradi. Opasi menga o'girildi. To'g'rimi shu gaplar? Bir hafta kuta olmaysizlarmi? Titrab qaqshab muhlat so'radim. Uydan abortdan keyin ketaman. 1 soat ham kutmayman. Boshimga kelib tupuk sachratdi Tamara. Kvartirani shipshidon qilmoqchimisan? Chuchvarani xom sanabsan, iprisqa. Gugurcho'p olib ketishga ham haqqing yo'q.
Abort qildirib, yaxshi ko'rinmoqchi ekaningni ham bildik. Urg'ochi tulki, eshit. Oldirasanmi, tug'asanmi? Chingiz akang endi yo'q. Menga baribir. Haromingga bir tiyin ham undira olmaysan. Og'iz ochishga qo'rqib tursam-da, ichimni ittirnay boshladi. Shuncha narsadan ayrilamanmi? Bolamning haqqini, mayli, lekin nima lekin? Qanaqa bolangning haqqi? Bu uydagi ko'p narsalar meniki. Televizor, muzlatgich, spalni garnitur. Bundan tashqari Chingiz akada to'ylardan tushgan pullarim bor edi. Uyingizda yoki studiyadagi seyfda saqlab qo'ygan bo'lsa kerak. O'zim ishlagan pullarni, o'zim sotib olgan mebellarni, kompyuterni olib ketaman. Keyin oramiz ochiq. Bo'lmasa sudga beraman. Sud hal qilmasa, hammasini xat qilib yozib, o'zimni ham, qizimni ham o'ldiraman. Nima? Nima deding? Bobilladi xotin. So'ng opasiga dodladi. Aytdim-ku, opa, bu yaxshi gapga tushunmaydi. Xo'jayinim uni artist qilish uchun minglab dollarni bahridan o'tgan. Topib bersin o'sha pullarni. Bu uyni jihozlash uchun 2 yil avval 4000 dollar pul ketgandi. Qani o'sha narsalar? Kim pullab yubordi, kim? Yana menga zahrini sochdi. Sen, sen shuncha vaqt yashaganlaring yetmaganday qolgan qutgan buyumlarni ham tashib ketgansanlar. Chingiz akam ahmoq bo'lib har yili qiz yangilab turgan. Har yili mebel muzlatgich almashgan bu uyda. Qaniydi bularni oldinroq bilganimda. Ol, kiyimlaringni, disk-piskingni, buzuqchilik qilib topgan dollarlaringni. Sening narsalaringdan jirkanaman. Eshitdingmi, o? Lekin bu kvartiradagi mebellarga, muzlatgichga, kompyuterga qo'lingni ham tekkizma. Hovlimdagi pullarga esa sendan avvalgi o'ynashlar ham da'vo chiqqan. U bosh barmog'ini uyatli ko'rsatdi. Mana olasan. Sudga bermoqchi bo'lsang, sud binosi, prokuratura, rovdi qayerda joylashganini o'zim ko'rsataman. Bolang bilan qo'shmazor bo'lish niyating bormi? Niyatingga yet, murtad. Oxirgi gapim, hoziroq daf bo'l. Qayerga ketaman? Deb yig'lamsiragandim. Tamara ayiqdek tashlanib eshikka sudradi. Bir kamim endi erimning yesir qolgan qanjiqlariga eshikni ko'rsatish edi. Sho'rim bor mening. Shovqin suronni eshitib, qo'shnilar chiqishdi. Chingiz akaning xotini meni ota-onasi oq qilgan otarchi qiz. Oilamni buzish maqsadida erimning boshini aylantirgan yengiltak. San'atkor bo'lish uchun har qanday puldor erkak bilan don olishga tayyor yo'q. Qonuniy kvartiramni egallab olgan tovlamachi deb ta'riflab, butun domni zir titratib shang'illadi. Qo'rqqanimdanmi, kasallik xurujimi, ayblovlarga o'zim ham ishonib dir-dir qaltiray boshladim. Bilardimki, kvartirada endi bir kun ham qoldirishmaydi. Jamshid, qayerdasan? Tamara telefonga qichqirdi. Qayoqqa g'oyib bo'lding? Pastda nima bor? Chiq bu yoqqa. Ha, ana ularni olib tushasan. Birorta mehmonxonagami, bir kechalik ijara uygami joylashtir. Ertalabki avtobusda qishlog'iga ketadi. Agar yana uni bu yerda ko'rsam, o'ldirib qo'yaman. Seni ham tovoniga qolasan. Asila ikkimizni mashinaga chiqarishdi. Kiyimlarimni yuxonaga tiqishdi. Ezilib yig'ladim, qarg'adim. Shundoq ham madorim yo'q emasmi? Asilani qo'limda tutolmay sullayib qoldim. Borar joyim yo'qligi Jamshidga ayon edi. Toshkentga kelgan kunimdagidek mehribonchilik ko'rsatmadi. Uyiga olib bormadi. Qovoq uygancha rol boshqarib borardi. Ularga chaqib berib, "O'chingni oldingmi?" dedim sensirab. Bekorga shou biznes atrofida izg'ib yurmaysan. Seni yaxshi bola deb o'ylagandim. Yaxshilarga balo bormi? Soddaman. Bularning hammasi bir go'r. Mehmonxonadan bir kunlik nomer gaplashdim, dedi sobiq ma'murim bosiq ohangda. Ertaga viloyatlarga qatnaydigan Nexia'ni savdo qilib sizga yuboraman. Hammasi o'z hisobimdan. Bilmadim, yaxshimanmi, yomonmanmi, qo'limdan kelgani shu. Uyingizga boring, onangizdan kechirim so'rang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin meni qarg'amang. Qarg'ish odamning og'zidan chiqqandan so'ng qarg'algan kishini axtaradi, deyishadi. Agar nohaq qarg'algan bo'lsa, qarg'ish orqaga qaytib, o'sha odamning o'zini urarkan. Sizga zig'ircha ham yomonlik qilganim yo'q, Zarnigor. Tog'amning xotini avvaldan shunaqa. Undan eson-omon qutuldingiz. Shunisiga ham shukr qiling. Mehmonxona orqasidagi avtomobil to'xtash joyiga kirdik. Jamshid yuklarimni ko'tarib oldinda yurdi.
Yerdan ko'z uzmay borardim. Qulog'im tagida Asilaning yo'talishi, o'pkasining xirilashi. Hujjatlar rasmiylashtirilayotganda tanish tarona yangrab boshimni ko'tardim. Mehmonxona qabulxonasi zalining kunchagidagi televizorda klipim boshlandi. Bu ham mayli. Dargoh juda tanish tuyulib, atrofimga ko'z yugurtirdim. Yo alhazar, men va qizim taqdir taqozosi bilan o'sha mehmonxonaga, Chingiz aka va Safara zino ustida qo'lga tushgan binoga kelib qolgandik. Ko'p o'tmay o'zim ham Safaradan qolishmaydigan bo'ldim. Oynai jahonda esa o'zbekona mehr-oqibat, otashin ishq, mard sevgilim haqida milliy libosda yonib jo'shib kuylamoqda edim. Odamlar televizordagi suratim va siyratimdan o'rnak olsalar arzirdi. Boshqasiga o'tkazing, dedi divanda o'tirgan erkak. Chet eldan o'g'irlangan qo'shiqlarni eshitsam asabim qo'ziydi. Unim o'chdi. Hayvonot olami haqidagi ko'rsatuv boshlandi. Bir gala oppoq qush havoga ko'tarildi. Sarg'ish sohildagi betashvish jonivorlar ko'rindi. Keyin yashil o'tloqda onasining pinjiga tiqilayotgan shervatcha ekranni to'ldirdi. Sher va shervatcha atrofga mag'rur ko'z tashlardilar. Zero ularning nigohlarida avvalo bir-biriga mehr va ishonch bor edi. Ko'rsatuv boshlovchisining mayin ovozi karnaydan suzib chiqdi. Ona o'z bolasiga mehribon, bola ham onasini qanchalar yaxshi ko'radi, derdi. Asila kuchanib yo'taldi va orqasidan yig'lab berdi. Nomerga joylashib, tez yordam chaqiring, dedi Jamshid. Ukol qo'yib ketsa, qizchangiz kechasi bilan yaxshi uxlaydi. Tumaningizga borganingizdan so'ng albatta shifoxonaga yotib davolating. Qarindosh urug'ingiz yoningizda bo'ladi, qiynalmaysiz. O'zingiz ham ancha-muncha davolanishingiz kerak. O'rgildim sendaqa mehribondan, deb chetga qaradim. Bu yerlarda hech kimingiz yo'q, Zarnigor? Yanada jiddiy tortdi u. Agar haqiqiy san'atkor bo'lganingizda, oddiy bir xotin qishlog'ingizga quvib yubormasdi. Sizga ko'chani ko'rsatib qo'yishlari mumkin ekanmi? Demak, yulduz emas, oddiy odamsiz. Hali qaytib kelaman, dedim unga g'azabnok tikilib. Ketdi. Bizni 2-qavatdagi xuddi o'sha nomerning ro'parasidagi xonaga joylashtirishdi. Biroq Chingiz aka va Safara uchrashgan xonada galdagi oshiq-ma'shuqlar emas, endilikda butunlay boshqacha insonlar mehmon edi. Eshik ochilib, issiqina kiyingan otaxon va istarili zavjasi yo'lakka chiqdi. Ikkalasi 60-65 yoshlardagi nuroniy juftlik edi. Toshkent baribir Toshkentda, dedi otaxon. Kechasi kamalakdek tovlanib ketadi. Hozir borsak ko'rasan xotin, Charog'on masjidlaridan jannatning ovozi keladi go'yo. Ko'chalarning, binolarning kechasi tovlanishini ko'rsang, chet elga kelib qoldikmi boboy, deb biqinimga turtmasang, yurgan ekanman. Voy sekinroq, iymandi onaxon. Odam bor ham demaysiz-a? Nima? Yaxshi eshitmadim. Sevgi haliyam bor demoqchimisan? Ular hazil-huzul bilan yo'lak boshiga ketishdi. Biz o'z xonamizga kirdik. Mag'zunlik ummoniga cho'kdim. Asila nihoyatda charchagan edi. Uyqu yengib kelar, ammo yo'tal hol joniga qo'ymasdi. Bu mehmonxona tuman madaniyat uyi qoshidagi folklorchi dasta bilan kelgan kunimizdagidek hech qanday sururbaxsh hayot va'da bera olmay bunga qorishib yotardi. Tez yordam chaqirdim. Shifokor qizalog'imni shifoxonaga olib ketish kerakligini aytdi. Unga qishloqqa ketayotganimni, hozircha ukol qo'ysa, ertagayoq tuman shifoxonasiga yotqizishimni tushuntirdim. Shifokor Asilaga emas, menga achinib qaradi. Xo'p, lekin bola yo'lda qiynaladi, shuni xohlaysizmi? Bu yerda qolsam, ertagayoq meni o'ldiradi. O'ldiradi? Jiddiy aytyapsizmi? Ha, jiddiy aytyapman. U holda militsiyaga qo'ng'iroq qiling, yo o'zim chaqiraymi? Tushunmadingiz, hech kim meni tushunmaydi. Ichimni tirnayotgan itlar meni o'ldiradi. Ko'nglimga qil sig'mayapti. Bugun bor yo'g'imdan judo bo'ldim. Ko'zimdan yoshni oqizib, dardimni shifokorga to'kib sola boshladim. Meni taniyapsiz-a? Yangi xonanda Zarnigorman-ku. Xonandalikka erishdim deganimda qishloqqa ketishga majbur qilishdi. Artist ko'payib ketgan bo'lsa, qaysi birini taniyman? Klipim hozir televiziyadan berilyapti, lekin tez orada nom-nishonsiz o'chadi. Nom-nishonsiz yo'qolib ketaman. Chunki faqat bir oy uchun pul to'langan ijod, iste'dod deyshadi. Ko'ryapsiz-ku ahvolimni.
Pulim, homiyim, prodyuserim yo'q. Televideniya tugul bitta to'yga ham chiqolmay qoldim. Kelayotgan shanba ikkinchi marta turmush qurishim kerak edi. Uyim, erim, propiskam, yangi qo'shiqlarim, hamma narsa nasib etayotgandi. Bir kunda, bir soat ichida pastga quladim. Ayrildim hammasidan. Siz yiqilgan joydan 10 baravar balanddan yiqilganlar ham bor, dedi shifokor ko'zoynagini artib. Men tanimasam ham mashhur san'atkor ekansiz. Hali davru davroningiz keladi. Nega buncha siqilasiz? Menga bir qarang, oddiy vrachman, lekin ko'ryapsiz, baxtli insonman. U ko'zoynagini taqib jilmaydi va sumkasini qo'lga oldi. Xayr, muhimi qizingizni avaylang, tezroq davolating. Baxtingizni yaratganning o'zi beradi. Faqat unutmangki, baxt qo'lingiz orqali beriladi. Shunday ekan, baxt qaysidir ma'noda o'z qo'lingizda. U ketgach, mehmonxona xizmatchisiga kechki ovqat buyurib, qizimni ko'tarib ovta boshladim. Tez orada uxlab qoldi. Yotoq divani o'rtasiga yotqizib, jigarbandimdan ko'z uzmay o'tirdim. Ko'z uzmay ovqatlandim. Tongga yaqin Asila bezovtalana boshladi. Negadir yana tez yordam chaqirishni istamasdim. Nihoyat telefon jiringladi. "Qizchangiz yaxshimi?" so'radi Jamshid. "Ha." Darhol kurs ohangi o'tdim. "Nega telefon qilyapsiz?" "Nexia boryapti. Narsalaringizni yig'ishtiring." Hech nima demadim. Oradan 15-20 daqiqalar o'tgach, mehmonxona oldida bizni mashina kutmoqda edi. Haydovchi yuklarimni ortishga kirishdi. Mehmonxonaga qayrilib qaradim. Qishning ertalabki muzday havosidan simirdim. Hammasi tamom, dedim ichimda. Onam haq shekilli. Yomon xor bo'ldim. Nega mashhurlikka intilsam, boshimga buncha g'avo yog'ildi? Multinaga o'xshaganlarga esa doim omad kulib boqadi. Shoxi bor bunaqalarning. Men bechoraning qachon qarma sho'rim qaynaydi. Taqdirning ayovsiz zarbalarini yumshatish uchun dedim. Mayli. Qizim o'lmasa bas. Hademay shahar ortda qoldi. Ikki xotira dunyosi oralig'ida yelib borardim. Birinchisi kimsam bilan ajrashgunimcha kechgan damlarim. Ikkinchisi Toshkent sarguzashtlari. Qiziq, erim bilan majburan yashagan edim. Yana o'shanaqa hayot qo'yniga qaytyapman. Ketishim ham, kelishim ham majburiylik. Erkin emas edim. Baribir bo'la olmadim. Aslida men intilgan cho'qqa mashhurlik emas, erkinlik bo'lsa-chi? Erkinlik maqtaladi, ammo nega qo'lni bigiz qilib ko'rsatishadi meni? Balki bunaqa yashash erkinlikdan boshqa nom bilan atalar. O'yim yaqin. Esonboy aka tog'dagi voqeadan so'ng kimlargadir ta'rifimni doston qilgan haqida o'yladim. Mariusa yanga, eri va Zafarchi, hammalari sobiq erimning urug' aymog'i orasida meni ig'vo qilishgan. O'lsin, battar bo'lsin, deb go'rimga g'isht qalashgan. Ochiq oshkor gapirmaganda ham kamida og'zini kafti bilan to'sgancha pichirlab, "Ha rost, Zarnigor yomon yo'lga kirib ketgan", deyishgan. Hatto o'z qishlog'imga sig'masligimni o'ylab, bir chimdim umid cho'g'iga ham kul tortdim. Tunov kuni eshitdim. Dilijon turmushga chiqayotganmish. Kap-katta xotin nechanchi martadir oq fata kiymoqda. Kuyov Esonboy aka emasligi qitiq patimga tegdi. Tog'da ikkisi shunchaki o'ynab yurgan bo'lib chiqishi. Nahotki mening ham Dilijondan farqim qolmadi. Chingiz aka o'lmaganida umrim turmushga chiqishu ajrashish bilan o'tarmidi? Changakdagi to'yda hali hayotim izdan chiqmagan kunlarda baxt qaro qo'shiqchiga bejiz mingizmagan ekanlarda. Taqdir hazilini qarang. Nexia'ni uyga haydatdim. Quyosh charaqlab turgan bo'lsa-da, kun sovuq edi. Bo'g'otlarda sumalaklar yaltiraydi. Shu payt darvozamiz tagida dardlashib turgan 3-4 qo'shni xotin va katta opamga ko'zim tushdi. Qishloqda ta'ziya isi kelardi. Hammalari qayg'uga cho'mishgan, ayniqsa opam. Boshidagi jun yo'ldor tagida motam alomati bo'lmish oq ro'molni ko'rib, oyoq qo'limdan mador qochdi. Ha, oyog'ida maxsi kalish. Bu ham motam belgisi edi. Yalang'och daraxtlar. Qor uyumlari ustidan noumid hakkalab yurgan chumchuqlar. Uylar orqasida kunda toblanib o'tirgan kishilar. Barchasi yuragimni shundoq ham ezib yuborgan edi. Bo'g'zimda shiddatli havo tiqilib, hushim boshimdan ucha yozdi. Biroq chinqirmadim ham. Hushimdan ham ketmadim.
Mashina to'xtagach, ular menga tikilishdi. Ko'zlarimiz aldayapti, deb o'ylashdi shekilli, engashibroq qaradilar. Og'zilar ochildi. So'ngra bu og'izlar to'ntarib qo'yilgan S shakliga kirdi. Zarnigor! Kutilmaganda opamning yuzi charaqladi. Voy, o'z oyog'i bilan kelibdi-ku. Ular esa ketib bo'lishdi. Ayajon! Yig'i titrab chiqdi bo'g'zimdan. Bu hali aya deb yuribdi, to'ng'illadi qo'shni xotin. Ayajonim-ey! Shundan so'ng opamning ham ko'ngli buzilib, yana motamsaro qiyofaga kirib, quchoqlab ko'rishdi. Qo'shnilar Asilani olib o'pa boshlashdi. Yo'talgani va isitmasi chiqqanini aytishib, uyga shoshilishdi. Yo'l-yo'lakay bayram shodiyonasini ko'tarib, Asila keldi, deyishdi hovlidagilarga. Biroq onadan ayrilish oldida bolamning oddiy isitmasi ko'zimga ko'rinmadi. Haq gapni aytganda, boshidanoq unga onalik qilolmayotgandim. Nari borsa 300 chaqirimdir. Shuncha oy ichida nega bir onamni ko'rib ketmadim? Qo'ng'iroqlashmadim. Axir Shohruh atayin so'ragan edi-ya. Xatolar. Hammasiga o'zim sababchiman. Hayotimni bunday sho'rishlarga to'ldirganimdan ko'ra o'lib ketganim afzal emasmidi? 1-2 soatdan oshdi. Toshkentga ham yetay deb qolishgandir. Ro'molchasi bilan burnini artdi opam. Kim? Ayamlar. Hammalari sen bilan Asilani olib kelishga ketishdi. Telefoningni zo'rg'a topdik, lekin ishlamadi. Ayamlar? Nima deganingiz bu? Quvonchdan pufak kabi yorildim, ammo oniy yanglish tufayli tirik onamga aza tutib yurganimni sezdirmasligim kerak edi, dedim. Telefonimni yaqinda almashtirgandim, aniqrog'i sim kartam ko'p, bir nechta. Bugun Beeline'da yurgandim. Seni ham, qizingni ham kasal bo'lib qoldi deb eshitdik. Ha, Asilani davolatish kerak. Kim qaraydi u yoqda? Mening ishim ko'p, opa, shunga olib keldim. Televizorda har kuni ko'ryapmiz. Jiyanlaring qachon chiqishingni bilib olgan. Ana xolam deb ayniqsa napis quloq miyamni yeb qo'yadi. Tabriklaymiz. Bu opa, tinchlikmi, oq kiyibsiz? Qaynonam vafot etdi. Yaxshi, voy, esimni yebman, uzr. Xudo rahmat qilsin. Zarnigor, sen bilan alohida gaplashmoqchiman. Hamma qarindoshlarining gapi bor. Ularga telefon qilamiz, hoziroq yo'ldan qaytishadi. Gap so'zlarga ishonmang, opa, hammasini tushuntirib beraman. Menga uylanmoqchi bo'lgan kishi qazo qilib qoldi. San'atkorlar haqida bir zumda qanaqa mishmishlar tarqalishini bilasiz-ku. Jonajon hovlimga qadam bosdim. Oyog'im ostini ona yerim g'ijirlatib o'pdi. Olislarda pul va shon-shuhrat evaziga axtargan mehrimni shu makondan bepul va beminnat olib turganimni, hayotda mehrdan va yaqinlar diydoridan o'tib tushadigan baxt yo'qligini his etdim. Qaniydi, vaqt orqaga qaytsa, kimsan bilan ajrashmasdim. Oddiy uy bekasi bo'lib, nomimga dog' tushirmay yashardim. Nachora, balki shou biznes marralaridan uloqtirilganim yutug'imdir. Singlim va ukalarim o'zlarida yo'q shod edi. Bo'ynimga osilishdi. Endigina ko'rishib bo'lgandik, telefonim jiringladi. Viloyatimizga tegishli raqamlarga qarab, Toshkentda axtarib ketganlar qo'ng'iroq qilishyaptimikan, degan o'yda yashil tugmachani bosdim. Zarnigor, yaxshimisan? Ayol kishining bo'g'iq ovozi yangradi. Nomeringni zo'rg'a topdim. Avvalo tabriklayman. Kliping zo'r chiqibdi. Malades. Shu tepni yo'qotma. Kimsiz? Mahliyo Fozilova degan opangmi, aylanay? Bunaqa darrov tanimay qolmadi. Mahliyo opa, rostdan o'zingizmi? Sevinch to'foni qonimni miyamga haydadi. Uzr, ming marta uzr opajon. Menga qara, hammasini eshitdim. Lekin shoshib, chakki ish qilibsan. Bir tentak xotinning do'q po'pisasidan qo'rqib, qishlog'ingga qochib ketaverasanmi? Obbo seni, san'atkorning yuragi baquvvat bo'lishi kerak. Hozir qishloqdamisan? Ha. Seni o'z guruhimga olaman. Chingiz yaxshi prodyuser edi, lekin senga prodyuserlik emas, maynavozchilik qildi. Uning uchun bir qo'g'irchoq eding xolos. Men rost qo'yman, yulduz bo'lasan deb avramayman. Guruhimda yursang, tushgan pulning 10% seniki. Aytmoqchimanki, yulduz bo'lish o'zingga bog'liq. O'tgan kuni Termizda edik, 6000 ishladik. Kecha Qarshida xizmat qildik. 5000 ko'kidan, 4 million o'zimiznikidan tushdi.
Butun viloyatlarda to'y bor. Bu telefon shu yerlik yigitniki. Aytgandek, qizchangning mazasi yo'qligini, o'zing esa homilangdan qutulmoqchiligingni hammasini eshitdim. Endi bunday qilamiz. Qizchangni onangga ber. Shifoxonada olib yotsin. Cho'ntagingda qancha puling bor? Bir tininggacha ularga tashla. Ular dori-darmonga ishlatishadi. Katta yo'lga chiqsang, Hyundai yuboraman. Kechqurungi to'yni o'tkazib, Toshkentga qaytamiz. O'zim kvartira topib beraman. O'zim davolataman. Bir kunda topganimning 10% hisobla. Bu ketishingda yangi qo'shiqlar yozib, klip ham ishlaysan. Nima kerak kimningdir puliga qarab qolib, undan qarzdor bo'lib? Sabr qilsang, haqiqat qaror topadi. Bekor shoshibsan. O'zim ham ancha vaqtdan beri seni ko'z ostimga olib yurgandim. Nega aynan meni, opajon? Ishonmaysan-a? Bilasan, Mahliyo Fozilova degan nomim bor. Stavkam eng kamida $2000. Lekin 3-4 soatlik to'yda boshdan oxir o'zim kuylay olmayman. O'rtada sen ham kuylab turishing kerak. Oxirgi vaqtlarda charchayapman. O'ylab sendan a'losini topa olmadim. Faqat yana bir gap. Bugun kelishing shart. Yo bugun, yo hech qachon. U achchiq yo'taldi. Tushundingmi? Ham o'y, ham to'y tashvishi tushdi boshga. Tamom deganimda omad shunaqa kulib boqdiki, opam qo'ng'iroq qilib, onamlarni yo'ldan qaytardi. Uyni isiriq tutuni ila shodlik qoplab oldi, biroq ichimga chiroq yoqsa yorishmasdi. Opa, dedim axiri chiday olmay. Ayam kelsa, Asilani shifoxonaga olib borsin, mana pul. Meni yo'lda mashina kutyapti. Shaharda to'y bor ekan, qattiq iltimos qilishdi-da. Qizimni, uyimni, qishlog'imni tashlab chiqdim. Hyundai mikroavtobusi kuttirmadi. Ko'p o'tmay, men viloyat markazidagi mehmonxonada Mahliyo Fozilovaning ro'parasida o'tirardim. U ilk uchrashuvimizdagi kabi sigaret chekmoqda, ammo endilikda ko'zlarida xayrixoh ma'no balqmoqda edi. Bir chashkadan qahva ichdik. Mazam qochayotgandi. Biroz o'zimga keldim. Haydovchi va sozandalar xitoycha katak sumkani ochib, 10-15 kilo chiqadigan pul g'aramini o'rtaga ag'darishdi. Qattiq jipslangan taxlamsiz pullar ozodlikka chiqqach, jon kirib asta-sekin shisha boshladi. Bunday hodisani umrimda ilk marta ko'rishim edi. Hayratdan yoqa ushladim. "Sananglar", dedi xonanda. Yopishtirilgan pullarni g'ijimlab tiqib berganmizda Zarnigor 2-3 yil o'tsa, mening darajamga yetib, ayol boshing bilan ana shunaqa qoplab pul ishlaysan. Bugungi kunda pul san'atkorda. Kasbni to'g'ri tanlagansan, ayyor qiz. Xudo xohlasa, sizday bo'lmoqchiman, opajon. Rahmatli Chingiz kliping uchun faqat bir oyga pul to'labdi. Yonimda yurib, tezroq pul ishla. $1000 bersang, keyingi oy uchun ham aylantirib qo'yaman. O'zimni lohas his qilayotganimni hisobga olmasak, ishim jo'nashib ketgandi. Afsuski, san'atkor bo'lish peshonamga bitilmagan ekan. Shou biznesga intilishimning ikkinchi fasli qanchalik tez boshlangan bo'lsa, shunchalik tez xotima topdi. 16:00 da mehmonxonadan chiqdik. To'y Kimsaning tumanidagi bir badavlat kishinikida ekan. Ajrashayotganimda mulla aytgandi. Hali yo'llar obod bo'lib, tez yurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilsa, Alloh qishloqlar ham shahardek bo'lib qoladi. Bir vaqtlar kelinlik libosda o'tganim 10-qo'ng'ir asfalt yo'ldan hozir Hyundai'da yelib borarkanmiz, o'tmishimni o'ylab xo'rsindim. Oyna kabi tekis, timqora, qalin asfalt yo'l. Bizga yonma-yon temir yo'ldan Registon shovillab o'tdi. Rangin uylar ko'rindi. Kim o'ylabdi deysiz? Dashtdagi temir yo'l bo'yidagi qishloqlar 7 xil rangda tovlanib turishini. Changak tomondagi katta bir qishloqqa bordik. Odam gavjum, go'nt sovuq. Mahliyo Fozilova birinchi marta navbat berganida o'zimni zo'rg'a tutdim, ammo ikkinchisida mikrofonga yetib bora olmadim. Ko'nglim aynib, o'qchib yubordim. To'y qanday o'tganini bilmayman. Eng yomoni mendan qon keta boshladi. Chingiz kecha-yu kunduz to'yma-to'y qulday ishlatibdi. O'tir mashinaga, dedi Mahliyo Fozilova. Shu kechayoq shifoxonaga yotqizaman. Qishloqdan chiqaverishda mikroavtobus yo'lini Mercedes to'sdi. Mahliyo opa, uzr, shogirdingiz bizning mashinada ketadi, deganlarini eshitdim. Erkaklar meni talashayotgan edilar. Kel, qara ahvoliga. Eshikni ochib, meni ko'rsatdi Mahliyo Fozilova. U kasal, jenskiy kasal. Nima, o'ldirmoqchimisan?
Yarim soatlik tortishuvdan so'ng to'y egalarining yetib kelganini naf qilib, men haligilarning mashinasida ketmaydigan bo'ldim. Toshkent yo'liga yaqinroqdan qiyib chiqish uchun yo'lga burildik. Ayozli qish kechasida na yo'lovchi, na qishloq ko'rinar. Xunday shoshilar, yurak hovuchlab orqa o'rindiqda qo'nishib o'tirardim. Artist juvonga bunchalik surbetligi va ochko'zlik bilan tajovuz qiladigan kimsalarni o'z ko'zim bilan ko'rmagandim. Labimdan uchuq toshib ketdi. Ha, qo'rqqanimcha bor ekan. Mercedesdagi mast erkaklar ortimizdan quvib yetishdi. Biz uni o'ldirmaymiz, soppa-sog' olib borib qo'yamiz, deb meni mikroavtobusdan tortib tushirayotganida hushimdan ketdim. Ko'zimni ochganimda g'ira-shira tuman ichra ruxsat amma, sobiq qaynonam ko'rindi. Dastavval tushga yo'ydim. U marhum otamning ismini tilga oldi. Mening xor bo'lib yurganimga kuyundi. Ne ko'z bilan ko'rayki, kimsaning 7 bolorli chetdagi xonasida yotardim. Qaynsinglim Gulchehra choy ho'plashimga yordamlashdi. Pechkada o't gurillar. Toshkentdagi mehmonxonada uchragan nuroniy otaxon aytganidek jannatning isi kelardi go'yo. Shu kechaning o'zidayoq viloyat shifoxonasiga yotqizildim. Qizim ham shaharga keltirilgan ekan, u 17 kun deganda sog'ayib shifoxonadan chiqdi. Menga esa ha deganda javob berishmadi. Oradan bir oy o'tib, tasodifan xabar topdik. Saraton kasaliga yo'liqibman. Taloqdan so'ng mulla chaqirganimizda kelmagan kimsani shifoxonada ko'rib hayron bo'ldim. Har kimdan qolgan xotinni endi u boshiga urarmidi? Sen hali baxtli bo'lib ketasan, dedi u yerdan ko'z uzmay. Iltimos, Asilani, qizimni ber, o'zim katta qilmoqchiman. Ana, Mariusa Chicha, onasi Nadejda opalar. Qizimning birinchi enagasi hamma shu yerda. Yalinib yolvorib so'rayman, Zarnigor, qizimni ber. Baribir o'laman. Nega so'rayapsiz, hayronman, dedim va so'nggi marta jilmaydim. Kasal ko'rishga kelganlar bir-bir ko'rishdi. Kimsaning do'sti Zafar kul to'kishga chiqqanimda qo'limdan ushlagani uchun uzr so'rayotib, yig'lab yuborishiga sal qoldi. Gulchehra ham kelgan ekan, meni mahkam bag'riga bosdi. Uyga javob berishgan kunlari Oynai jahonda Mariusa yanga qo'yiladi. U san'atga qaytdimi yo san'at unga qaytdimi bilolmadim. Bir zamonlar men ham san'atni sevganimni tushundim, ammo keyinchalik uni shon-shuhrat va pulga almashtirib yuborgan ekanman. Mahliyo Fozilovaning mikroavtobusidagi odam qanday qilib ruxsat ammanikida paydo bo'lib qoldi dersiz. Meni hushsiz holda Changak qishlog'i chetidagi uyga olib kirishibdi. Uy egasi darhol ruxsat ammani chaqiribdi. Ajrashib ketgan bo'lsa ham o'zimning bovurim, deb sobiq qaynonam meni uyga olib keltiribdi. Ko'ngli joyiga tushgan xonanda xayr xo'shlashib Toshkentga jo'nab ketibdi. Bir tiyin qoldirmabdi. Dar haqiqat, men unga nima xizmat qilgandimki, pul to'lashsa. Oxirgi qism tugadi.